bo'ldi mana. 4 oylikda mana dumi mana shundoq bo'lgan. Mana 4 oylik bo'lgan. Mana bir-biri bilan urushmaslik uchun mana bunniga taqib qo'yamiz ko'zoynagini. Korolevskiy fazan go'sht yo'nalishida ham, chiroy yo'nalishida ham boqsa bo'lar ekan, og'ir bo'lar ekan. Mana bu fazan 25 ta 30 tagacha tuxum olsa bo'lar ekan. Mana shu fazanlarni o'zimiz ko'paytiryaptik. Xudo xolisa mana jo'jalaridan, xudo xolisa chiqizamiz. Mana dumlari mana. Mana mana shular 5 oylik bo'lgan mana dumi uzuni. Mana dumi uzuni 5 oylik bo'lgan, yonidan esa 4 oylik bo'lgan. Hayotda chiroyli bo'ladigan fazan ekan. Chiroyli bo'lib, qirollarga o'xshab bo'ynini ko'tarib yuradi. Mana. Chiroyli mana. Odamdan qo'rqmaydi. O'ta chiroyli bo'ladi. Dumini uzunligi bir 1 metrgacha boradi dumini uzunligi. Jivoy vesga bir 2,5-3 kilogacha chiqishi mumkin. Boqishga qarab. Hozir mana bu o'zi 4 oylikni o'zida ham mana ancha o'zgargan. Bunga jevari, bug'doy, suli shunaqa narsalar beramiz mana. 5 ta, 6 ta modaga bitta xo'rozdan to'g'ri kelaveradi. Xo'rozni sal ko'proq qo'yish kerak ekan. Mana modasimi? Modani sal ko'proq qo'yish kerak bunga. Chunki bu juda modaga tajovuzkor. Shuning uchun modani sal ko'proq qo'yish kerak. Modani charchatib tasharkan bo'lmasa. Mana. Ana qanotlari, mana bundan ham katta bo'ladi. Bu hali 2 barobar katta bo'ladi bu. Bu mana hozir 4 oyligi. 1 yasharligida uje tuxum qo'yib ishlashni boshlaydi. Modasi bu nari. Bu nari.